Olimpiada o'yinlari haqida nimalarni bilasiz? Qadim zamonlardan boshlangan bu ulkan sport anjumani ortida qancha tarix, qancha sirlar borligini eshitganmisiz? Keling, birga Olimpiada haqidagi eng qiziq faktlar va kutilmagan voqealarni bu qiziq sahifamiz orqali bilib olamiz. Afinada 1896-yili o'tkazilgan birinchi zamonaviy Olimpiada o'yinlarida birinchi o'rinni egallagan atletlar lavr bargi va kumush medallar bilan taqdirlanganlar. Qizig'i, ikkinchi o'rin egalariga bronza medallar topshirilgan bo'lib, uchinchi o'rin sohiblariga hech qanday sovrin berilmagan. Parij Olimpiadasi 1900-yili Parijda o'tkazilgan Olimpiya o'yinlarida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan sportchilar oltin medal o'rniga suratlar bilan taqdirlangan edi. O'sha paytlar bunday sovrin juda qimmatbaho sanalgan. 3 o'ringa 3 ta medal. Sent-Luis shahri Olimpiada tarixida ilk bor birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinlarga muvofiq holda oltin, kumush va bronza medallar taqdim etgan musobaqadir. Bu voqea 1904-yili bo'lgan edi. Olimpiada mashalasi. Har 2 yilda Olimpiya shahrida an'anaviy grek libosiga burkangan ayollar Olimpiya o'yinlari mashalasini yoqadilar. Mashala maxsus optik qurilmalar bilan quyosh nurlari yordamida yoqiladi. Shundan so'ng Olimpiada ramzi bo'lgan olov Gretsiyadan mezbon davlat tomon uzoq yo'lga chiqadi. Olimpiada bayrog'idagi halqalar. Bayroqdagi 5 ta halqa 5 ta qit'a: Afrika, Osiyo, Avstraliya, Yevropa va Amerikaning belgisidir. Ular bir-biriga do'stona bog'lanib ketgan. Ayollar ishtiroki. Ilk bor o'tgan Olimpiya o'yinlariga nozik xilqat vakillari qo'yilmagan. Biroq tez orada, ya'ni 1900-yili Parijda o'tkazilgan Olimpiadada har bir jamoada ayollar paydo bo'ldi. Aytish joizki, o'sha paytlarda tribunalarda hozirgidek tomoshabinlar kam bo'lib, asosan sportchilarning o'zi kuzatuvchi bo'lganlar. Olimpiya oltin medali tarkibi. Toza oltindan quyilgan Olimpiada medallari sportchilarga so'nggi bor 1912-yili Stokgolmda berilgandi. Shundan so'ng hozirgacha yuzasiga tilla suvi yuritilgan medallar topshiriladi. Olimpiada va televideniye. Tomoshabinlar televideniye orqali ilk Olimpiadani Berlin 1936 musobaqalarida ko'rganlar. Xitoy temasi 1984-yilgacha birorta ham medalga egalik qilmagan bo'lib, Pekindagi o'yinlarda 100 ta medalga ega chiqqan. Shulardan 51 tasi oltin medal ekanligi e'tirofga loyiq. Qishki Olimpiada o'yinlariga 1924-yilda asos solingan. 1994-yilgacha yozgi va qishki Olimpiada bahslari bir yilda o'tkazilgan.